O'tgan asrning 90-yillari kompyuterlar har bir xonadonga kirib borgan davr bo'ldi. Kompyuterlar ko'paygan sari esa ulardagi tasvir sifati ham asta-sekinlik bilan oshib bordi. O'sha payt geymerlar uchun bu sehrdek tuyulardi. Ammo haqiqiy professional muhandislar uchun bu rivojlanish juda sekin kechayotgan edi. Muammo nimadaligini bilgan muhandis Jensen Huang aynan progressni osmonga ko'tarish uchun Nvidia kompaniyasiga asos soldi. 2025-yilda esa bu kompaniya birinchi bo'lib narxi $5 trillion ga yetgan gigantga aylandi. Yaxshilab joylashib olinglar. Bugungi videoda sun'iy intellekt rivojiga javobgar grafik protsessorlari qanday qilib bugungi kunga yetib kelganini ko'rib chiqamiz. Asrning 90-yillarida muhandis elektroniklar piksel grafikasiga asoslangan o'yinlarni qanday qilib yaxshilash mumkinligini yaxshi bilishardi. Masalan, afsonaviy Wolfenstein 3D o'yini nomida 3D bo'lsa ham, aslida bu psevdo 3D o'yin hisoblanadi. Qahramonlar xuddi qog'ozda kesilgandek tekis, koridorlar esa oddiy. Kadr tezligi atigi sekundiga 20 ta tasvir edi. Bunday o'yinlarning eng katta salbiy tomoni barcha hisob-kitoblarning markaziy protsessor yoki CPU zimmasida ekanligi edi. CPU ham murakkab hisob-kitoblarni bajarar, ham tasvirni ekranga uzatardi. Natijada o'yin vaqtida markaziy protsessor haddan tashqari yuklangan bo'lib, kompyuterni qattiq qizdirar edi. Aynan shu paytda sahnaga 3 nafar muhandis Jensen Huang, Curtis Prim va Chris Malachowskilar chiqdi. Ular birinchilardan bo'lib markaziy protsessorga yordamchi qo'shimcha protsessorlar kerak degan fikrni taklif qilishdi. Ular CPUning vazifalarini yengillashtiradigan va faqat tasvir bilan shug'ullanadigan maxsus grafik chiplarini yaratishni o'ylashgandi. Boshqa mikrochip korxonalari hali ham markaziy protsessni mukammallashtirish bilan band bo'lganda, Jensen va uning hamkasblari 3D ga urg'u berishdi. Chunki 3D oddiygina rasm emas, balki murakkab geometriya va poligonlardan tuzilgan yangi olam edi. 1993-yil 5-aprel kuni hamma eshitgan Nvidia kompaniyasi dunyoga keldi. Kremniy vodiysida bu korxona asoschilari juda katta obro'ga ega edilar va osonlik bilan sarmoyadorlardan $2 million undirib olishga muvaffaq bo'lishdi. Pullar bor, eng zo'r uskunalar sotib olingan, reja oddiy va shvetsar pichog'i kabi ishonchli edi. 1995-yil sentyabr oyida ular faxr bilan NV1 chipini taqdim etishdi. U har qanday vazifani bajara oladigan universal mikrochip edi. Ammo bozorning fikri boshqacha bo'ldi. Chunki Doom o'yinining ikkinchi qismi aynan shu vaqtda geymerlar olamida birinchi raqamli o'yinga aylangandi. Marsda maxluqlarni ovlaydigan bu afsonaviy o'yin bir zumda hitga aylandi va millionlab nusxada sotildi. Lekin bu o'yin uchun qimmat grafik karta umuman kerak emasdi. Chunki Doom 2 haqiqiy 3D emas va uning grafikasini markaziy protsessor chizardi. O'yinchilar $100 oddiy kartalarda mazza qilib o'ynashayotganda, Nvidianing $399 NV1 kartasini sotib olish mantiqsiz edi. Ustiga ustak, chipning murakkab arxitekturasi sababli Doom 2 o'yini bu qimmat kartada juda sekin va qotib ishlardi. Lekin Nvidia uchun taslim bo'lishga hali vaqtli edi. 1996-yilda bozorga Quake o'yini chiqdi. Ana endi bu haqiqiy 3D o'yin bo'ldi. Nvidia muhandislariga ilhom qaytdi. Ammo yana bir dahshatli muammo yuzaga chiqdi. Bu texnologiyalar to'qnashuvi edi. Quake o'yini dunyoni uchburchak poligonlar orqali chizardi. NV1 chipi esa dunyoni egri to'rtburchaklar orqali tasvirlar edi. Bu ikki texnologiya bir-biriga shunchalik mos kelmasdiki, o'yin zavq emas, balki azobga aylanardi. Jensen chipni shunchalik murakkab va aqlli qildiki, oddiy dunyo uni hazm qila olmadi. Oqibati esa ayanchli bo'ldi. Xaridorlar bu muhandislik mo'jizasini do'konlarga bir nafasda qaytarib sotishdi. 1996-yilning bahorida buyurtma qilingan 250 mingta chipning deyarli hammasi Nvidiaga qaytarib yuborildi. Bu shunchaki mag'lubiyat emas, bu ulkan muvaffaqiyatsizlik edi. Nvidia bankrotlik sari qadam tashladi. Xodimlar tushkun, umidlar esa so'ngandi. Jensen Huang bosh direktor sifatida ulkan bosim ostida qolgandi. Hatto o'z onasi ham unga bu azobni bas qilib, Nvidiani tashlashga va oddiy odamlarga o'xshab o'zining eski va nufuzli ishiga qaytishga undadi.
Ammo Jensen taslim bo'ladiganlardan emasdi. Aynan o'sha vaqtda u o'zi uchun eng muhim deb topgan haqiqatni amalda tatbiq etdi. U keraksiz innovatsiya vaqtni behuda sarflashligini, aqlli bo'lishning o'zi esa yetarli emasligini, zamonga moslashish nihoyatda muhimligini tushundi. Bu haqiqatni anglash yaxshi-ku, lekin muammo Nvidia allaqachon $15 million havoga sovurganida edi. Yangi chip uchun esa yana yangi sarmoya kerak edi. Shunda Jensen mo'jiza ko'rsatib, investorlardan yana $3 million undirishga erishdi. Jensenga bo'lgan ishonchning sababi esa investorlarning unga bo'lgan munosabati edi. Jensen mag'lubiyatni tan olib, xatolarini yashirmadi va kompaniya strategiyasini o'zgartirdi. Bunday halollik va mehnatkashlik biznesda kamdan-kam uchraydigan xususiyatlar edi. Faqat bu safar sarmoyalar uchun qat'iy shart qo'yildi va boshqa xato qilishga imkon yo'q. Ish boshlandi. Jensen yarim tungacha, jamoa esa tong otguncha tinim bilmay ishladi. Shu paytda Jensen Huang tavakkal qilishga qaror qildi va sarmoyaning naqd 1/3 qismini bir dona mahsulotga, chip emulyatoriga tikdi. Bu gadjet chipni hali ishlab chiqarmasdan turib, uning qanday ishlashini virtual tekshirish imkonini berardi. Bu aqldan ozishdek tuyulishi mumkin. Chunki mahsulotni haqiqatdan yaratib, uni imtihon qilish o'rniga yasalishi kerak bo'lgan chipni virtual sinamoqchi bo'lishdi. Lekin reja ish berdi. Odatda 2 yil talab qilinadigan mashaqqatli ishlarni Nvidia muhandislari atigi 6 oyda yakunlashdi. 1997-yilda Riva 128 mikrochipi taqdim etildi va u bozorni tom ma'noda portlatib yubordi. Bu o'sha davrdagi eng kuchli mikrochip edi. Benchmarklarda u barcha raqobatchilarni orqada qoldirib, osmonlarga uchib ketdi. Ilgari kompyuterni qotirib qo'yadigan o'yinlar endi chaqmoqdek tez ishlardi. Chipning eng zo'r tomoni esa uning universalligida edi. Raqobatchilardan farqli o'laroq Riva 128 ham 2D, ham 3D grafika bilan muammosiz ishlay olardi. Gamerlar uchun bu haqiqiy sovg'a, hamyonlari uchun esa katta bayram edi. Endi o'zini hurmat qilgan har bir o'yinchi aynan shu kartani olishga oshiqdi. Natija kutilganidan ham a'lo bo'ldi. Atigi 4 oy ichida Nvidia 1 milliondan ortiq mikrochip sotishga erishdi. Kompaniya $29 million ishlab oldi va bir zumda qoloq korxonadan bozor yetakchisiga aylandi. Raqobatchi kompaniyalar esa uning changida qolib ketdi. Lekin xursand bo'lishga hali erta edi. Texnologiya olamida omad abadiy emas. Bu shafqatsiz urush maydonida bitta xato korxona taqdirini hal qilishi mumkin. Jensen ham buni juda yaxshi tushunardi va siz muvaffaqiyat cho'qqisida turganingizda haqiqiy xavf tepadagi raqiblardan emas, balki pastdagi panada yotganlardan keladi degan fikrni mahkam ushlab ish qildi. Shu sababli Jensen xuddi detektiv kabi bozorni sinchkovlik bilan kuzata boshladi va u mashhur Quake o'yinining multiplayerida, ya'ni ko'plab gamerlar bir vaqtda o'ynaganda kompyuterlar qotib qolayotganini sezdi. Nvidia darhol ishga kirishdi. 1998-yil iyun oyida ular aynan shu muammo uchun maxsus Riva TNT chipini yaratishdi. Uning siri esa parallel ishlab bir vaqtning o'zida millionlab operatsiyalarni bajara olishida edi. Quake o'yinining otasi John Carmack bu chipni ko'rib shu qadar hayratlandiki, u butun dunyo gamerlariga agar Quake o'ynamoqchi bo'lsangiz, faqat va faqat Nvidia'ni oling deb tekin reklama qilib berdi. Lekin Riva TNT Quake'dan boshqa o'yinlarda sal sekinroq ishlardi. Bunga qaramay, Riva TNT olamshumul e'tiborga ega bo'ldi va 1998-yilda Nvidia daromadni 5 baravargacha oshirib, $158 million ishlab oldi. 1999-yil yanvarida sahnaga yana yangi qirol Riva TNT 2 mikrochipi chiqdi. Bu chip pechkadek qizisa ham o'yinlarda misli ko'rilmagan natijalarni ko'rsatdi. Mashhur kibersportchi Fatality'ning raqiblari sekundiga 30 kadr bilan musobaqalarda qatnashganda Fatality TNT 2 chipini ishlatib 60-70 kadr tezligida o'ynardi. Bu esa unga turli musobaqalarda aql bovar qilmas ustunlik berdi va u 7 yil davomida barcha nufuzli sovrinlarni yutib oldi. Bu yillar davomida Nvidia unga o'zining eng so'nggi rusumdagi kartalarini tekinga berar. Fatality bo'lsa har qadamda Nvidia'ni maqtardi. Buni ko'rgan har qanday o'zini hurmat qilgan gamer esa faqat Nvidia kartasini xohlardi. Lekin eng katta inqilob hali oldinda edi.
1999-yilda Nvidia GeForce 256 ni taqdim etdi. Jensen unga oddiygina video karta deb emas, balki ilk bor grafik protsessori GPU deb nom berdi. Bu endi kompyuterda ikkinchi miya bor degani edi. Bu ikkinchi miya eng og'ir ishlarni, geometriya va yorug'lik boshqaruvini markaziy protsessordan o'z zimmasiga olgandi. O'sha paytda mutaxassislar Jensenga oddiy odamga buncha kuch nimaga kerak? Protsessor hammasini qiladi-ku deb aytishardi. Boshqa skeptiklar bu g'oya Nvidia'ni xuddi birinchi NV1 chipi kabi bankrot qiladi deb kutishgandi. Ammo ular adashishdi. 1 yil o'tmay hamma tushunib yetdi. Bu mikrochip kompyuterning ishlash tezligini oshirardi. O'yinlar endi oddiy rasmlar ketma-ketligi emas, balki haqiqiy tirik dunyoga aylanardi. 1999-yilda Nvidia $374 million bilan butun dunyo kompyuter bozorini shilib ketdi. Raqobatchilar bitta chip chiqarishga qiynalib turganda, Nvidia bir vaqtning o'zida 3 ta chipni bozorga chiqarardi. Qolganlar Nvidia'ning siriga qiziqib, qanday qilib bunday tezlikka erishish mumkinligini o'ylab hayron edi. Bu paytda Jensen kompaniyani xuddi armiyadagidek bo'limlarga ajratdi. Bir jamoa chipning oddiy versiyasini yasayotganda, ikkinchisi chipning kuchliroq versiyasini yaratardi va konveyer hech qachon to'xtamasdi. Natijada 2001-yil fevralida GeForce 3 bozorga chiqdi va u ham bomba bo'ldi. Chunki oldingi o'yinlar plastik o'yinchoqlarga o'xshasa, yangi chip o'yin yaratuvchilariga o'yin dunyosida nurning jismlarga qanday tushishini va soyaning o'ynashini boshqarishga imkon berardi. Masalan, Max Payne o'yini. Bu o'yindagi nam asfaltning yaltirashi, metalning sovuq nuri oddiy o'yinchiga haqiqiy kinodek tuyulardi. Kompyuter dunyolari real hayotga yana bir qadam tashladi. Bu go'zallik yana bir kutilmagan hodisaning sababchisi bo'ldi. Stanfordlik bir guruh telba olimlar GeForce kartasining dasturiy ta'minotini buzib, o'yin uchun mo'ljallangan chiplarni ilmiy maqsadlarda ishlatishdi va oqsillar tuzilishini hisoblashga kirishdi. Jensen buni bilgan zahoti yana yangi strategiya yaratdi. Uning rejasi kompyuterni faqat o'yinchoq emas, balki ilm-fan xizmatchisiga aylantirish edi. Shunday qilib, CUDA nomli loyiha tug'ildi. Ammo Jensen olimlar uchun alohida qimmat mikrochip yaratmadi. U CUDA texnologiyasini barcha o'yin kartalariga yashirincha joylashtirdi. Endi geymerlar o'zlari bilmagan holda ilm-fanni moliyalashtirayotgan edilar. 2006-yilda G80 chipi bozorga chiqdi. Bu chipda grafik karta salohiyatini ilmiy maqsadlarda ishlatishga qodir tayyor kutubxona bor edi. Bu esa ilgari faqat yirik olimlar ishlata oladigan superkompyuter qudratini eng oddiy talabani qo'liga yetib kelishiga sabab bo'ldi. Talaba $500 4 ta GeForce kartasini ulab, yotoqxonasida butun boshli serverlar bilan raqobatlasha olardi. Ammo Nvidia uchun bu qimmat zavq edi. G80 ni yaratishga 4 yil vaqt va deyarli $500 million mablag' sarflandi. Daromad esa keskin tushib ketdi. Wall Street tahlilchilari va investorlar g'azabga keldi. Lekin Jensen ularni eshitmadi ham. U kelajakka ko'ra bilgan edi. Jensen qimmatbaho GPUlarni universitetlarga tekinga tarqatib, talabalar grafik kartalarda o'qishlarini va kelajak dunyoni o'zgartirishlarini istadi. Nvidia dunyoning eng zo'r olimlari bilan aloqalashib, eng nufuzlilarini ishga oldi. 2010-yilda ular bilan hamkorlikda hatto darslik ham chop etildi. Lekin bunday harakatlarga qaramay, CUDAga bo'lgan qiziqish o'smadi. 2012-yilga kelib, Nvidia juda yomon ahvolda edi. Bozorda CUDA uchun ilovalar yo'q. Investorlar esa Jensenni Nvidia'dan bo'shatishga qaror qilishdi. Ammo Jensen himoyalanish o'rniga hujumga o'tdi. U Tesla K20 kartasini chiqardi. Lekin bu karta Oak Ridge laboratoriyasi va ularning Titan superkompyuteridan tashqari hech kimga kerak emasdi. Natijada kutilgan mo'jiza sodir bo'ldi. Bir guruh olimlar 2 dona GTX 580 o'yin kartasini olib, AlexNet degan neyra tarmoq asosida maxsus dastur yaratishdi. U rasmdagi narsalarni inson kabi taniy olardi. Bu esa sun'iy intellektning eng birinchi nusxasi edi. Bu miyani o'qitishda Nvidia kartalari markaziy protsessorga nisbatan yuzlab barobar samaraliroq edi. Jensen buni eshitishi bilan xuddi telbadek bu mavzuga sho'ng'idi. Kompyuter ko'rish qobiliyati yoki computer vision faqat boshlanish nuqtasi edi. 2014-yilda Nvidia bor kuchini sun'iy intellekt tomonga burdi. Dunyodagi eng yirik kompaniyalar o'z mahsulotlariga aql kiritishga shoshildi.
investorlar AI so'zi bor har qanday startapga pul yog'dira boshlashdi. 5 yil ichida bunday startaplarga tikilgan sarmoya 0 dan 5 milliard dollargacha o'sdi. Va eng muhimi, bu startaplarning bari Nvidia kartalarida ishlardi. 2016-yilda Nvidia o'zining DGX1 superkompyuterini taqdim etdi. Uning ichida esa 8 ta Tesla P100 kartalari mavjud edi. Bu superkompyuter shunchalik og'ir ediki, uni joydan siljitish uchun yuk tashuvchi arava kerak bo'lardi. Bu superkompyuterni esa Elon Musk OpenAI kompaniyasi uchun birinchilardan bo'lib sotib oldi. Lekin kutilmaganda sahnaga yangi qahramon chiqib keldi. 2017-yilda har bir burchakdan kriptomaynerlar yomg'irdan keyin o'sgan qo'ziqorindek unib chiqdi. Endi barcha Bitcoin va Ether deb aytiladigan kripto tangalarni kovlashga yoki mining qilishga tushdi. Ma'lum bo'lishicha, Nvidianing CUDA tizimi kriptovalyutani qazib olish uchun mukammal dastur ekan. Natijada kriptonlar GeForce kartalarini supurib ketishdi. Ular uylarda, yotoqxonalarda javon video kartalarni taxlab tashlashdi. Natijada 2021-yilga kelib, grafik karta narxlari 3 barobar oshib ketdi. Gamerlar g'azabda, lekin Nvidianing cho'ntagi pulga to'layotgan edi. Oradan 1 yil o'tib, 2022-yilda OpenAI kompaniyasi hamma bilgan ChatGPTni dunyoga taqdim etdi va bu haqiqiy shov-shuv bo'ldi. Bu chatbot xuddi tirik odamdek, hatto aqlli mavjudotdek suhbatlasha olardi. U maktab o'quvchilariga imtihon topshirishga, matbuotchilarga maqola yozishga va uy bekalariga retsept berishga yordamlashardi. Natijada 2 oy ichida 100 million foydalanuvchi ChatGPT bilan muloqotlashdi. Bu aqlli miyani o'qitish uchun cheksiz hisoblash quvvati kerak edi va faqatgina Nvidia chiplari bu yukni ko'tara oldi. Barcha texnologik gigantlar Nvidia eshigi ostida navbatga turishdi. Talab kosmosga qarab uchib ketdi. Foyda esa qo'shni galaktikaga yetib bordi. Oqibatda 2025-yilda Nvidianing bozor qiymati 5 trillion dollarga yetdi. Bu mutlaq jahon rekordi bo'ldi. Raqobatchilar buni mo'jiza yoki sun'iy ishirilgan pufak deyishdi. Lekin ular adashgandi. Jensen bu bozorni shunchaki egallamadi. U buni o'zi noldan yaratdi. Boshqalar uxlayotganda u yillar davomida fundament qo'yib keldi. Chunki raqobatchilar hali hamon Nvidia'nikidan kuchli chip yasashlari mumkin, lekin ularda CUDA yo'q. Yillar davomida Nvidia shunchaki plastik bo'lagidagi noyob metallarning qotishmasini emas, balki o'yinlar, koinot, tibbiyot, moliya va robotlar uchun minglab tayyor matematik qurollarni yaratib qo'ygandi. Jensen bularni xazina deb aytadi. Bu xazina esa millionlab dasturchilarni Nvidiaga bog'lab qo'ydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va izoh qoldiring. Agar qaysidir ilmiy mavzu sizni qiziqtirayotgan bo'lsa, uni ham izohlarda yozing. Balki aynan sizning izohingiz keyingi videolarimiz mavzusi bo'lar. Yana Fantech kanalida ko'rishguncha.